Jek London. Oq so'yloq. Mashhur amerikalik yozuvchi Jek London asarlarida inson va tabiat muammolari o'ziga xos yo'sinda qiziqarli tasvirlanadi. Oq so'yloq qissasi ona tilimizda ilk bor nashr etilmoqda. Dunyoga mashhur bu asar o'ylaymizki, didi nozik kitobxonlar e'tiborini o'ziga jalb eta oladi. Asar voqealari bir indeysning iti undan qochib ketishi bilan boshlanadi. Oradan yillar o'tib, indeys itni bo'richa bo'lib ko'rib qoladi. Bo'richaga oq so'yloq laqabini berishadi. Bo'ri ulg'ayadi. Insonlarga bo'ysunishni o'rganadi. Oq so'yloq nomaqbul xo'jayin qo'liga tushib qoladi. Bu xo'jayin it urushtirishga qiziqadi. Janglarda birida oq so'yloq o'lishiga oz qoladi. Buni yosh Skott ismli muhandis ko'rib qoladi va oq so'yloqni sotib oladi. Skott oq so'yloqqa yaxshi qaraydi. Ikkinchisi bir-biriga bog'lanib qoladi. O'g'il va bo'ri o'rtasida do'stlikning bu hayajonli hikoyasi sarguzasht yaxshi ko'ringan o'g'il bolalar uchun qiziqarli bo'ladi. O'qing, biz tavsiya etamiz.